Assalomu alaykum qarindoshlar. Anglayotganinglar doktor Mamtimin A'lo apandim yozgan Uyg'urlar psixologik urushda degan kitobning davomi, muqaddimasining davomi. Sepilning u tarafida deb atalgan birinchi bo'lakda biz Sadichin sepilidan iborat bu murakkab qurilmaning Xitoy zihniyatidagi o'rnini va ahamiyatini nuqtaliq analiz qilamiz. Analizimiz bizni shundoq qarashga yetaklaydi-ki, Sepil bir tarafdan Xitoylarni bekinmachilikka band qilgan bo'lsa, yana bir tarafdan ularning siyosiy tafakkurini biz bilan ular o'rtasidagi to'qinishdan manbalangan dushmanlik haqida o'ylashga yetakladi. Bu orqali Xitoylar bir tarafdan Sepilning u qatidagi tinchsiz, yovvoyi va sirliq dunyoga bo'lgan qo'rqinchni his qilsa, yana bir tarafdan uningga bo'lgan qiziqishni yetildirdi. Ular bu dunyoga qo'rqib turib qiziqdi va uningdan qiziqib turib qo'rqdi. Mana shu to'qinishni kelishtirish istiki oxiri ularning payti kelganda Sepildan g'alabalik halqib bu dunyoni bo'ysundirishi bilan natijalendi. Xitoy ro'yiti oildan jumuriyatgacha deb atalgan ikkinchi bo'lakda ko'ngilchilik mafkurasi asosidagi Xitoy jamiyatining atadashlik tuzumi bilan podshohlik tuzumi o'rtasidagi bir-biriga tayinish munosabati va uning Xitoy siyosiy realligidagi aks etishlari nuqtaliq analiz qilindi. Buningda rahimdillik, durustlik va qoida-usulning Xitoylarning axloqiy engi va ijtimoiy psixikasini qanday qurib chiqqanligini so'zlaymiz. Shundaqla bu hukmlarning reallikdagi baloyi ofatlar tufayli Xitoylarning hayot qilish tirishishlarida namda bor amalda yo'q shakliga aylanib qolganligini va oxiri 1840-yildan keyingi 100 yillik davlat ar-nomusi bilan tugallanganligini ilgari suramiz. Shuning bilan bir vaqtda analizimiz diqqatini Xitoy kommunistlarining 1930-yillardan boshlab sistemini qilib borgan ideya o'zgartish harakatlarining 1950-yillari va madaniyat zo'r inqilobi elib kelgan qo'rqinchli oqibatlariga berdi. Oxirida ko'ngilchilikni 1949-yildan keyin inkor qilishga tushgan kommunistlarning 1990-yillardan keyin G'arb bilan iqtisodiy, siyosiy va kultural to'qinishda uni qayta tirildirishga urinishidagi arsaldilik, qaymoqish va ziddiyatlik ruhiy holati echib berildi. Ozodlik haqidagi nayravozliklar degan 3-bo'lakda biz Xitoy Kommunist partiyasining qanday qilib O'rta Osiyoda o'ynalgan katta o'yinni Ikkinchi dunyo urushidan keyin o'zining manfaatiga moslashtirib, Sovet ittifoqidagi kommunizm g'alabasi va amaliyatidan ilhomlangan bir turkum Uyg'ur siyosiyonlari va ziyolilari bilan maxfiy aloqa qurganligi, ularni asta-asta kontrolga olganligi va oxiri Sharqiy Turkistonga 1949-yilda besib kirganligining psixologik arqa ko'rinishini qisqacha tunishtiramiz. Analizimiz diqqatini mana shu istiloning qandaq psixik nayrangvozliklar va sharoitining besim bilan azotlik deb tushunilishga yetaklanganligiga qaratadi. Bu orqali biz Xitoyning uzoq muddatlik menga yuyish strategiyasining qanday qilib Uyg'ur ziyolilarining reallik tuyg'usini odamni tushdagidek darajada burmilayotganligiga qisqacha qarab chiqamiz.